O'rta mana salomon kelib oldik-a, har doimgi joyimizga. Ana o'rtog'ing ham keladimi, ovqatni zakaz qilaylik bo'lmasa. O qurumsoq o'rtog'ingda debsan. Ha, shu. Assalomu alaykum akalar, nima buyurtirasizlar? Alaykum assalom. O'sha har doimgidek, ha? O'zimizni Go'shtli taomni. achchiq go'shtdan 3 kishilik qilib olib keling. Ana takasaltang ham keladi-yu. Bo'ldi aka, 15 minutda tayyor qilamiz. Tezlashtir. Ana do'stimizni kutmaymizmi? Nima qilasan shuni? Har doimgidek cho'ntagi quruq. Shuni aytasan. Nega chaqirdik? Har doim kassani o'zimiz qilamiz. Kelaversin-chi, qani. Yana kech qolib keladi. Yana. Bu qadar keldi. Yaxshisizlar. Ana. Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, rahmat. Kamchilik shu bizni bitta takasaltang do'stimiz kelib qolsa kirgizib oling. Bo'ldi aka. Ana bu qattiq chiroyli. Har doimgidek. Ishtahani ochdi-yu bu taom. Bo'ladi. Bo'ladi. Bizni sherikni kirgizib oling. Bo'ldi aka. Shu takasaltanga ham insof bersin. Albatta. Yaxshi bo'lib qolar. Siz bilan yonma-yon yursa, yuqa. Qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi deydi-ku. Yurib turaversin-chi. Unga yuqarmikan? Ha, yuqadi. Assalomu alaykum do'stlarim. Keldilar. Alaykum assalom. Va nihoyat. Assalomu alaykum do'stim. O'zingmisan? Yaxshimisan? Kelyapsanmi? Hozir kutib turasan-da odamda. Kecha biroz yo'lda ishlanib qoldik. Yaxshi, mayli. Olding ovqat sovuqyapti bo'lmasa? Mayli. Bir ishdan o'char qilaylik-a bo'lmasa. Suv quyib beraymi, nima ichasan? Yo'q. Hech narsa ichmayman. Rahmat do'stlar. Qorni to'q bo'lsa nimaga kutdik buni? O'shani aytib, yana kassani o'zimiz to'laymiz. O'sha gap qozonga yaqin yuraversin, yo qorasi yuqadi, yo oqi yuqadi. Suv quyib beray senga. Shunaqa qil do'stim. Tomog'im qurib ketdi. Olinglar bo'lmasin. Qani? Ovqatni ham sovutdik rosa. Katta ekan rosa. Juda shirin taom ekan shekilli. Achchiq go'sht deganlari shumikan? Shu. Mana qara qalampirlar bilan chiroyli qo'yib. Bismillah. Bismillah. Qani endi tugatib qo'yaylik, qani. Zo'r bo'pti. Ulardan ko'rmas. Boyligimizni bilibdi. Go'shini biz tugataylik, o'zi 2 dona go'sht qopdi. Suvga nonni botirib, o'rtasiz qolib qo'ying, ha? Tagi shirin bo'ladi, olaver. Oldinga tortib olgan do'stim, shuni qiynalmay. Akalar kamchiliklar yo'qmi? Yo'q. Assalomu alaykum. Rahmat, kamchiliklar yo'q, mana shu tovoq ochib keting. Sog' bo'lsalaring bo'ldi. Yana kamchiliklar bo'lsa aytaverasizlar akalar. Rahmat. Qaytaylik-da, ancha vaqt o'tib qoldi. Ha shu. Qara. Kech keldi. Ha, Yana sulayapti. Hech teza turamiz. Bo'ldi, do'stlarim bo'ldi. Xo'p, mana shu o'rtog'imiz ham chiroyli o'nib o'sib, bizga o'xshab boy bo'lib, mana shunaqangi dasturxonlarda deb kassani pulini to'lab chiqib ketadigan bo'larsin. Onani qara, Allohim, sheti yomon o'xshab. O'xshaydi. Ko'rdik. Sen endi qaytaver. Baribir to'lashga puling yo'q. Har doimgidek o'zimiz to'lab qo'yamiz. Ha, ijorat o'lmagan. Shot qancha bo'ldi endi, yigit? Shu aka to'landi. Kim to'lab qo'ydi? Sizlar bilan o'tirgan Islom aka to'lab ketdi. Kim? Sizlar bilan o'rtoqlaring bor Islomjon? Islom aka. O'sha to'ladimi? Ha, shu kafeda ekan so'radi aka. Ha, shu kafeda. Ha, bilmasmidinglar? Islombek do'stim. To'xtang, ey. Islombek!